Har kuni u e'tibor markazida. Hamma unga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. U to'g'ri namuna ko'rsata olish qanchalik muhimligini biladi. Har bir inson hayotida uning o'rni juda muhim. Millat kelajagi uning bilimi va tajribasiga bog'liq. Sizningcha, u biznesmen, teleyulduz yoki siyosatchimi? Yo'q. U eng oddiy odam. Lekin u o'z o'quvchilariga jamiyatda muhim inson bo'lib yetishishiga yordam beradi. U bizning ustoz.